Buxoroda nega so'nggi yillarda qishda qor deyarli yog'mayapti? Eslaysizmi, bolalikda qish kelishi bilan ko'chalar oppoq qorga burkanar, daraxtlar shoxlari qordan egilib turardi. Bugun esa qishning o'rtasida ham o'sha manzarani ko'rish qiyin bo'lib qoldi. Xo'sh, buning sababi nima? Mutaxassislar aytishicha, so'nggi yillarda iqlim o'zgarishi tufayli Buxoroda issiq kunlar soni oshgan. Havo harorati esa avvalgidan ko'tarilgan. Shuning uchun qor yog'ishi kerak bo'lgan davrda havo yetarlicha sovuq bo'lmaydi. Natijada qor o'rniga yomg'ir yog'adi yoki yerga tushgan qor darrov erib ketadi. Soddaroq aytganda, iqlim isib boryapti. Qor esa yog'ishga ulgurmay erib ketmoqda. Lekin tabiat doimo o'zgaradi. Balki yaqin yillarda yana o'sha bolalikdagi tizzagacha qor yog'adigan qishlar Buxoroga qaytar. Buxoro haqida qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun sahifa